Assalomu alaykum hammaga. Bugun meni uslubimda tovuq oyoqlaridan qozon-kabob qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni archib olamiz. Archib bo'lgach, kartoshkalarimizni 2-3 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Ana endi tovuq oyoqchalarini marinovka qilib tayyorlab olamiz. Marinovka uchun bizga tuz, zira va qizil paprika kerak bo'ladi. Hammasini qo'shib, yaxshilab aralashtirib, kartoshkamiz pishguncha olib qo'yamiz. Qizib turgan yog'da kartoshkalarimizni qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkamiz chiroyli bo'lib qizarib olgach, alohida idishga olamiz. Ketidan tovuq oyoqchalarimizni solib, har tomonini qizartirib pishirib olamiz. Qizartirib pishirib olgan kartoshkamizga tuz qo'shamiz. Ana shunda kartoshkamiz tuzi bir xil me'yorida bo'ladi. Mana tovuq oyoqchalarimiz qizarib qovurib oldi. Ana endi buni alohida idishga olamiz. Dimlash jarayoniga keldik. Qozonni tozalab yuvib, me'yorda yog' quyib, birinchi kartoshkani, undan so'ng tovuq oyoqchalarini solib, olovni pasaytirib 30-35 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana tovuqli qozon kabobimiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni chiroyli qilib taragalariga solib, mazza qilib tanovul qilamiz. Siz qanday uslubda qozon kabob qilasiz? Retseptini izohlarda biz bilan bo'lishing. Mana taomimiz tayyor bo'ldi. Like va kommentariy yozishni unutmang. Rahmat hammaga.